Hola a todos, bienvenido a mi primer vídeo de español. Hoy vamos a aprender el alfabeto español. Vamos! Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Ispan tilini o'rganaman deb kanalimga obuna bo'lganingiz uchun alohida rahmat. Bugun ispan tilini o'rganishda biz birinchi harflardan, ya'ni letras, harflardan boshlaymiz. Bilamizki, har bir tilni o'rganganimizda birinchi bo'lib harflardan boshlaymiz. Ispan tilida ham xuddi shunday. Umumiy 27 ta harf mavjud va ulardan 5 tasi vokales, ya'ni umumiy harflar hisoblanadi. Bular A, O, E, I, U harflari. Ispan tilini o'rganishda osonroq bo'lsin deb harflarni guruhlarga bo'ldim. O'zi aslida harflarni o'rganishda guruhlarga bo'lib o'rganish shart emas. Men sizlarga oson bo'lishi uchun guruhlarga bo'lib chiqdim. Birinchi guruh A harfini oladigan bo'lsak, o'zbek tilida A harfi qanday talaffuz qilinsa, ispan tilida ham xuddi A deb talaffuz qilinadi. Misol uchun, arbol, daraxt, arbol, daraxt. A harfida urg'u bor. Ispan tilida so'zlarda urg'u keladigan bo'lsa, o'sha harf jarangliroq o'qiladi. Arbol, arbol. Ikkinchisi B harfi. B harfi odatdagidek o'zbek tilida B deb aytilgandek, ispan tilida ham B deb talaffuz qilinadi. Lekin o'zining kichik bir qoidasiga ega. Misol uchun, beber, beber, ichmoq so'zi. B harfi jarangliroq, kuchliroq aytiladi. O'rtada kelsa, jarangsizroq o'qiladi. Keyingi harfimiz S harfi. S. Ingliz tilidagi S. Ispan tilida xuddi shunday talaffuz qilinadi. Yoki oddiy S. Misol uchun, karta, xat. Buning ham o'ziga yarasha kichik qoidasi mavjud. S harfidan so'ng A, O, U keladigan bo'lsa, K deb talaffuz qilamiz. O'zbek tilida K. Karta. Yokida I, E keladigan bo'lsa, S deb o'qiladi. Misol uchun, senar, sine. Va undan keyingi harf D harfi. Ispan tilidagi D harfi o'zbek tilidagi D harfidek talaffuz qilinadi va o'zining kichik bir qoidasiga ega. Kalidad, kalidad. Sifat. Eshitganingizdek, D harfi oxirida kelganligi uchun jarangsizroq talaffuz qilinyapti. Kalidad, kalidad. Ya'ni eshitilmaydi. Agarda boshida o'rtasida keladigan bo'lsa, o'zini xususiyatidek talaffuz qilinadi. Ya'ni D deb talaffuz qilinadi. Keyingi harfimiz E harfi. O'zbek tilida E harfidek bir xil. Edukasion, edukasion. Sion so'zi, ya'ni qo'shimchasi jarangliroq o'qilishining sababi i'da urg'u bor. Shu uchun Sion, edukasion kabi talaffuz qilinyapti, ya'ni ta'lim. Ikkinchi guruhimizga keladigan bo'lsak, quyidagi harflardan iborat. Birinchi harfimiz F harfi, ya'ni o'zbek tilidagi F harfi bilan bir xil talaffuz qilinish xususiyatiga ega. Misol uchun, feliz, baxtli. Keyingi harfimiz H harfi, ya'ni ikki xil talaffuz qilinish xususiyatiga ega. H yoki P. Agarda H harfidan keyin I keladigan bo'lsa, ya'ni birinchi guruhimizga qaraydigan bo'lsak, generoso, generoso deb talaffuz qilinadi. Va ikkinchi guruhimizda G harfidan keyin O, A, U keladigan bo'lsa, gota, gota deb talaffuz qilinadi. Ya'ni G deb talaffuz qilinadi. Va uchinchi guruhimizda e'tibor bilan qarang, G harfidan keyin U harfi kelgan. Agarda G harfini oldida U keladigan bo'lsa, U harfi tushib qoladi, o'qilmaydi. Ya'ni gerra, gerra. Urush degan tarjimani beradi. Va to'rtinchi guruhimiz vergüenza so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, vergüenza. U harfi o'qilyapti. Uchinchi guruhda biz aytib o'tdik. U harfi G dan keyin keladigan bo'lsa, o'qilmaydi dedik. Lekin hozir biz qoidaga qarshi qoida chiqaramiz. Ya'ni G harfidan keyin uning ustida ikkita nuqta qo'yilgan bo'lsa, o'qilishi shart. Vergüenza. Chunki ispanlarning ba'zi bir so'zlarida G harfidan keyin U harfi ishlatilishi shart, ya'ni mustasno so'zlar hisoblanadi. Vergüenza. Uyat degan tarjimani bildiradi.
Va uchinchi harfimiz Ach harfi. Ya'ni Ach harfi. Odatda Ach harfi umuman o'qilmaydi. Ya'ni misol uchun ola, salom. Har qanday so'zlarda Ach keladigan bo'lsa o'qilmaydi. Eslab qolamiz, Ach harfi o'qilmaydi. Keyingi harfimiz I harfi. O'zbek tilida I harfi qanday talaffuz qilinsa, ispan tilida ham xuddi shunday talaffuz qilish xususiyatiga ega. Inteligente, inteligente. G harfiga e'tibor beradigan bo'lsak, G harfidan keyin E kelgan, ya'ni inteligente, inteligente. Keyingi harfimiz Xota, ya'ni X, X o'zbek tilidagi X. Misol uchun jugar, o'ynamoq, jugar emas, jugar deb talaffuz qilinadi. Keyingi guruhimiz uchinchi guruh. Quyidagi harflardan iborat hisoblanadi. Birinchi harfimiz K harfi. Ya'ni o'zbek tilida K harfi qanday talaffuz qilinsa, xuddi shunday talaffuz qilinadi. Misol uchun kivi, kivi. Biz o'ylashimiz mumkin, S harfi, boshidagi S harfi K deb talaffuz ham qilinardi. K harfi o'zi bizga nima uchun kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Bizda ispan tilida o'zlashma so'zlar mavjud. Odatda bizning K harfimiz o'zlashma so'zlar uchun, ya'ni chet tildan kirib kelgan, chet eldan kirib kelgan so'zlar uchun K harfi ishlatiladi. Misol uchun kivi. Keyingi harfimiz L, ya'ni L harfi. O'zbek tilida qanday tarjima qilinadi, qanday talaffuz qilinsa, ispan tilida ham xuddi shunday talaffuz qilinadi. Misol uchun lugar, joy. Keyingi harfimiz ikkita L, ya'ni Y deb talaffuz qilinadi va quyidagicha o'qiladi. Yevar, yevar deb talaffuz qilinadi. Olib yurmoq. Keyingi harfimiz M, ya'ni M harfi. O'zbek tilida qanday talaffuz qilinsa, ispan tilida ham xuddi shunday talaffuz qilinadi. Misol uchun madre, 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 ona. Keyingi harfimiz N harfi, ya'ni N harfi. N harfi o'zbek tilida qanday talaffuz qilinsa, ispan tilida ham xuddi shunday talaffuz qilinish xususiyatiga ega. Misol uchun nuevo, yangi, nuevo, yangi. Va keyingi harfimiz N harfi, ya'ni N. Ustida qalpoqchali harfimiz, esda saqlab qolamiz. Ustida qalpoqchasi bor, ya'ni N deb talaffuz qilinadi. Misol uchun niño, niño, bola. To'rtinchi guruhimiz quyidagi harflardan iborat. Diqqat bilan eshitamiz. Birinchi harf O harfi, odatdagidek O deb talaffuz qilinadi va ocho, 8 degan tarjimani beradi. Keyingi harfimiz P harfi. Odatdagidek P deb talaffuz qilamiz. Misol uchun peligroso, peligroso, xavfli. Keyingi harfiga keladigan bo'lsak, Q harfi. Diqqat bilan e'tibor qilamiz. Quyidagicha grammatik qoidaga ega. Ya'ni Q harfi K plus U harfidan tashkil topgan, ya'ni Q harfi hisoblanadi. Bizga nima uchun kerak? Bizda o'zi ikki xil, ya'ni S harfi bilan K harfi bor edi-ku deb aytamiz. Biz aytib o'tdik. S harfidan keyin I yoki E keladigan bo'lsa, senar, sine deb talaffuz qildik. Yoki da K harfini esa o'zlashma so'zlardagina ishlata olamiz deb aytdik. Bizda esa Q harfi I bilan keladigan so'zlar uchun ishlatiladigan harf hisoblanadi. Ya'ni queso, pishloq. E harfi mavjud, shuning uchun ishlatamiz. Keyingi harfimiz R harfi. Ispan tilida odatda R harfi jarangliroq, til tebranib aytiladi. R, rapido, rapido, tez. Keyingi harfimiz doble R, ya'ni ikkitalik R harfi. Bu yana ham jarangliroq R harfiga qaraganda R deb til tebranib aytiladi, kuchli. Perro, perro. Bunga qaraymiz. Rapido, bunga perro, perro. Keyingi harfimiz S harfi, ya'ni odatdagidek S deb talaffuz qilamiz. Misol uchun sociedad, sociedad, jamiyat.
Keyingi oxirgi guruhimizga keladigan bo'lsak, 5-guruh quyidagi harflardan iborat. Birinchi harfimiz T harfi, ya'ni o'zbek tilida T qanday talaffuz qilinsa, ispan tilida T shunday talaffuz qilinadi. Misol uchun trabajar, ishlamoq, trabajar. Keyingi harfimiz U harfi, U deb talaffuz qilinadi. Misol uchun universidad, universidad, ya'ni universitet. Keyingi harfimiz UV. Quyidagicha grammatik qoidaga ega, ya'ni UV harfimiz boshida keladigan bo'lsa, B deb tarjima qiladi. O'rtada, oxirida keladigan bo'lsa, V. Misol uchun venir boshida keldi. UV harfimiz boshida keldi. Shu sababli venir, ya'ni kelmoq. Keyingi harfimiz doble UV. Bu harfimiz asosan o'zlashma so'zlarda ishlatiladi. Misol uchun kivi, kivi. Keyingi harfimiz X harfi, ya'ni KS deb o'qiladi va talaffuz qilinadi. Misol uchun ksilografiya, ksilografiya, ya'ni yog'ochqorlik. Keyingi harfimiz Y harfi hisoblanadi. Odatda ikki xil talaffuzga ega, Y yoki J deb talaffuz qilinadi. Misol uchun yerno, yo'q, yerno. Keyingi harfimiz oxirgi harf seta, ya'ni talaffuzda S deb talaffuz qilinadi va zorro, zorro, ya'ni tulki. Gracias a todos. Barchangizga rahmat. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Agar sizga darsimiz yoqqan bo'lsa, izohlarda fikringizni qoldiring va quyidagi doskadagi so'zlarni tarjimasini izohlarda kutib qolaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha, hasta luego.